Xo'p, qarang. O'zi bitta narsa haqida gaplashyapmiz, kelishib olamiz. Bu ichkariga ketyapti. Buni tegidan olasiz. Ya'ni bir ikkita bu mevasi shox kesib, Baxtiyorga ruxsat bersangiz kerak. Mana sizda lider davomi mana. Buni olib ketamiz. Siz o'sha mayda, taxminan 20-mayda kesadiganingiz nima bo'ladi? Buni tiymaysiz. Buni bo'yiga dashga turadi. Mana buni kesasiz. Ichkariga ketgan tegidan olasiz. Yondagilarini bundoq kesasiz. Faqat yonga ketgan. Ha, ya'ni yonga ketdi degani mana siz lider tanlaysiz, mana davomi, daraxtingiz davomi, mana bitta misol, mana ikkita, mana uchta. Misol uchun buni ham qo'yishingiz. Bu ichkariroq, mana buni qo'yishingiz. Bu bor mana bu bor. Yo'qda, mana bu yoqda keyin to'ldiramiz, bular. Endi siz liderlarni tanlab bo'lganingizdan keyin endi qolgani уже raqobat hisoblanadi. Yo'q bularni tegidan olish kerak, yo'q o'sishini cheklab qo'yish kerak, kaltalab. Ichkarida bo'lsa bizga kerak emas. Ya'ni ichkari qismida meva olish bizga qiziq emas. Chunki tashqi tomonida beradigan mevasi ham o'zi har bir yoshiga yetarli beradi. Xoh 3 yosh bo'lsin, xoh 4 yosh bo'lsin, mana shu ko'rib turgan hamma shoxiylar kelasi gullaydi. Sovuq emas. Mana shu qismi, mana misol uchun 26-chi. Ha, buni misol qilib olsak, mana bu ikkinchi yoshiga ketyapti va mevaga yotyapti. Va kelasi yil mana shu qismi hammasi gullaydi.